Assalomu alaykum. Biz doktor Paradevni qabulidamiz. Mani o'g'lim Samir, ismi 1 yoshi 4 oylik. Tug'ma maymoqlik bilan tug'ildi. Doktor Paradev bizni davoladi. Hozir yuryapti. 1 yoshi 4 oylik. Yaxshi. Biz juda ham xursandmiz. Doktor Paradevga minnatdorchiligimizni bildiramiz, Oksana opamizga ham. Rahmat. Juda ham qiynaldik boshida. Hozir yaxshi, zo'r. Xudoyimga shukr. Biza tug'ma maymoqlik bilan tug'ildik. 5 gips qo'yishdi. Har haftada gipsni bir marta almashtirishdi. Keyin operatsiya qilishdi. Keyin operatsiyadan keyin 25 kun yana gipsda qoldi. Keyin ortopedический maxsus oyoq kiyim kiygizishdi. Hozir ham oyoq kiyimdamiz. Syomka uchun faqat yechdik. Lekin yaxshi yuryapti, tekis bo'lib qoldi. Mana qo'yib ham ko'rsataman. Hozir o'zi mustaqil ravishda yurishni boshladi. Hammasi yaxshi bizda. Doktorimizga ko'p rahmat aytamiz. Sog' bo'ling jonim. Hammasi uchun rahmat sizlarga.